Tahririyatimizga Hazoras tumanidagi Shukrona mahallasida yashovchi fuqarolar tomonidan murojaat kelib tushdi. Unda ichki yo'llarni ta'mirlash, elektr energiyasi, suyultirilgan gaz yetkazib berilishi bilan bog'liq qator masalalar bo'yicha mavjud muammolar bayon etilgan va ularni bartaraf etish uchun mutasaddilar e'tiborini qaratish so'ralgan. Muxbirimiz hududda bo'lib mavjud vaziyatni o'rganib qaytdi. Shukrona mahallasi bundan 3 yil oldin obod qishloq dasturiga kiritilgan. Ammo mablag' yetishmaganligi tufayli ayrim ko'chalar, elektr tarmoqlari ta'mirlanmasdan qolgan. Bu kabi infratuzilma bilan bog'liq dolzarb masalalar aholining haqli e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Bizning mahallamiz 2020-yilda obod mahalla dasturiga kiritilgan edi. Shu vaqtda buni mutbiri deb qadimiy nomi bor edi. Shuni hech kimdan so'rashmasdan, maslahatlashmasdan Shukrona deb o'zgartirdilar. Buni murojaat qildik, gapimizga to'liq javob berilmadi. Obod mahallasi dasturiga kiritilgan asosiy masalalarning deyarli ko'pi bajarilmadi. Yozda chang bo'ladi, qishda botqoq bo'ladi. Yana ko'rib turibsizlar, yana yo'ling shunday. Hazoras Urganch asfalt yo'lini kesib o'tadigan Shukrona taraqqiyot mahallari temirchi tomoni o'tadi. 5 yo'l kesgan. Chorraha deb aytadilar, bu panjaraha desak bo'ladi. Shuni svetofor qo'yib berilsin deb ariza berdik. Avariya bo'lib yotibdi. Kecha 3 mashina avariya bo'lgan shu yerda. Ustiga ustak mutasaddi tashkilotlar va mas'ullar ushbu mahalladagi obodonlashtirish ishlariga e'tibor qaratmayotganliklari, suyultirilgan gaz yetkazib berishdagi uzoq muddat fuqarolarni tashvishlantirmoqda. Sim yog'och ustunlarni kabel sistemasiga o'tkazib, xalqqa uzluksiz vaqtida svitni yetkazib beraman degan edilar. Lekin bu obod mahallasi dasturi hech qanday inobatga olinmay, bir qancha ishlar bartaraf qilingani yo'q. Bizning 27-son maktabi yonida bog'cha bor edi. Bu bog'chalarni tugatib, o'zboshimchalik bilan bu mahallada hattoki kelgusida farzandlarimiz bir o'qiydigan boshlang'ich tarbiya muassasalarini ham tugatdilar. Shunchalik aholiga bir transformator xizmat qilib turibdi. Transformator qo'yib beramiz dedilar. Qana transformator yo'q. Eldimiz qish. To'q masalamiz ham o'ta qiyin. Shuni hal qilib bersalar bo'ladi bizga. Bizga shu mahallaning iltimosi shu. Mahalla infratuzilmasini yaxshilash uchun eski simyog'ochlar yangi beton ustunlarga almashtirilishi, mavjud transformator va elektr simlari yangilanishi kerak. Shuningdek, mahallaga ichimlik suvi tarmog'i tortilgan bo'lsa-da, xonadonlar manbaga ulanmagan. Shukrona mahallasidagi Qutliqadam ko'chasidagi ishimizda o'tgan katta trassa yo'l, yana vodoprovod nasib bali ichira daqilmagan. Yana sho'rayna bu yo'l zati birgalar dizel bilan shuni ustini ko'parib o'tib ketdilar. Yana bunlarning ham kamida 6 oy bo'ldi. Hali hech kim kelib buni zatgani yo'q. Yo'lda o'tayotgan transportlar ham ko'pisi tashab turibdi sho'ra. Tegishli idoralarga murojaat qildik, lekin hali hech kim hozircha uni xabarini olgani yo'q. Tumanning 4-sektoriga qarashli mazkur hududdagi muammolarni yuqori turuvchi tashkilotlarga yetkazish va shu orqali ijobiy hal etishda mahalla yettiligining o'rni muhim. Ular chin ma'noda fuqarolar bilan mas'ullar o'rtasida ko'prik bo'lishi lozim. Bizning mahallamiz hozirgi vaqtda Shukrona mahalla deb nomlanadi. Oldin Sheyx Yopi mutbiri bo'lgan. 2021-yilda obod mahalla dasturiga kiritilgan, to'liq ishda bo'lmagan va hozirgi vaqtda obod mahalla loyihasi bo'yicha ishlar ko'rib kelinmoqda. Hozirda bizning mahallamiz 4-sektorga biriktirilgan va obodonlashtirish komissiyasi 7lik bilan birgalikda ish ko'rib kelyapti. Va hozirgi vaqtda shu kamchiliklar yo'q emas, bor. O'shalarni bartaraf qilish bo'yicha xalqimiz, fuqarolarimiz bizga murojaat qilib kelmoqda. Va biz shu murojaatlar bilan shug'ullanib kelmoqdamiz. Mamlakatimizda kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, ayniqsa insonlar hayoti, turmush tarzi farovonligida yaqqol namoyon bo'lyapti. Biroq ayrim hududlardagi mavjud muammoli masalalar biroz e'tibordan chetda qolyapti. O'ylaymizki, Shukrona mahallasidagi e'tirozli holatlar ham inobatga olinib, tegishli tashkilotlar tomonidan ijobiy yechimi topiladi.